Adabiyotning ta'sirchan kuchini Shoh Yalang'och, ya'ni Qirol Chiploq hikoyasida juda aniq ko'rish mumkin. Qisqa va oddiy bolalar ertagi bo'lib ko'rinsa ham, uni tinglagan har bir kattalar kibrning eng yomon ko'rinishini anglay oladi. Avloddan avlodga o'tib, bugungi kungacha yetib kelgan Shoh Yalang'och hikoyasi nimani anglatadi? Uning ma'nosi nima? Keling birgalikda yaqinroq ko'rib chiqaylik. Bugungi kunda demokratiya bor va biz rahbarlarimizni ovoz berish orqali tanlaymiz. Ammo qadim zamonlarda taxtga chiqqan hukmdorlar va zodagonlar mamlakatlarni boshqargan. Shu sababli xalq bilan boshqaruvchilar o'rtasida bevosita aloqa bo'lmagan va aytilishi kerak bo'lgan gaplar adabiyot orqali yetkazilgan. Ana shunday hikoyalardan biri Shoh Yalang'och ertagidir. Yuzlab yillar oldingi xalq og'zaki ijodiga tayanadigan bu ertak bugun ham eng sevimli hikoyalardan biri bo'lib qolmoqda. Shoh Yalang'och hikoyasining ma'nosini qisqacha tahlil qilib, undan qanday saboqlar olishimiz kerakligini ko'raylik. Qadim zamonda bir mamlakatda bir shoh yashagan ekan. Shoh yomon odam emas, ammo mamlakat muammolari bilan umuman qiziqmas, faqat bezanish, chiroyli kiyinish va o'ziga yangi kiyimlar tiktirish bilan band bo'larkan. Albatta, xalq bundan juda norozi ekan. Bir kuni shoh mamlakatdagi eng yaxshi tikuvchilarni saroyga chaqirish uchun farmon chiqaribdi. Kelgan tikuvchilardan biri shohga dunyoda tengi yo'q juda noyob matodan kiyim tikib berishini aytibdi. Kunlar o'tib, tikuvchi tikkan kiyimi bilan kelib, shohni kiyintirib, oynaning oldiga olib boribdi. Shoh ustida hech qanday mato yo'qligini ko'rib, tikuvchi meni masxara qilyapti deb o'ylab, jahli chiqib baqiribdi. Ammo tikuvchi muloyimlik bilan bu kiyimni faqat aqlli odamlar ko'ra olishini aytibdi. Shoh o'ziga aqlsiz deb o'ylashlarini istamagani uchun tikuvchiga juda ko'p oltin berib uni jo'natibdi. Atrofdagilarning hammasi ko'rmayotgan kiyimning ne qadar ajoyib ekanligini maqtay boshlabdi. Shoh esa faqat aqllilar ko'ra oladigan kiyimni kiyib xalq o'rtasiga chiqibdi. Hamma shohning holatini ko'rib turgan ekan, ammo qo'rqqani uchun hech kim og'iz ochmabdi. Shu payt bir bola chiqib, shohni ko'rsatib, "Voy, shoh yalang'och-ku, yalang'och!" deb baqiribdi. Odamlar kulib yuborishgach, shoh uyala-uyala saroyiga yugurib qaytibdi. Bu ibora faqat Turkiyada emas, balki butun dunyoda, ayniqsa siyosatchilarni tanqid qilishda tez-tez tilga olinadi. Shohning kibrga berilishi, firibgarning bu kibrdan foydalanishi, atrofdagilarning uni ogohlantirmasligi, xalqning haqiqatni ko'rib tursa-da sukut saqlashi va dunyodagi eng pok mavjudotlar bo'lgan bolalarning haqiqatni ochiq-oydin aytishi hikoyaning asosiy mazmunini tashkil etadi. Bu ifodaga o'rnak beradigan bo'lsak, bugungacha davom etayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil va Eron o'rtasidagi urushni qisqacha Shoh Yalang'och
degan ibora bilan ifodalash mumkin. Buni internetda ozgina izlanish qilgan har qanday odam osonlik bilan tushuna oladi. Omon bo'ling.